Yoshi o'rtasida katta tafovut bo'lgan o'zbek shou-biznesining mashhur juftliklari Manzura va Said. 48 yoshli xonanda Manzura 2026-yil boshida Qozog'istonning Chimkent shahrida yashovchi 29 yoshli Said ismli yigit bilan unashtirilganini ma'lum qildi. Ular Chimkentda san'atkor Adhambek Yo'ldoshev orqali tanishgan. Yoshlar o'rtasida qariyb 20 yillik farq ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Manzuraning aytishicha, ular bir-birini qisqa vaqt ichida tushunib yetgan va qaror ongli ravishda qabul qilingan. Yulduz Usmonova va Mansur Agaliyev. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova turmush o'rtog'i va prodyuseri Mansur Agaliyevdan 15 yosh katta. Yulduz Usmonova 1963-yilda, Mansur Agaliyev esa 1978-yilda tug'ilgan. Ular 2006-yilda oila qurgan. Xonanda intervyularida yosh farq oilaviy baxtga ta'sir qilmasligini bir necha bor ta'kidlagan. Ular bir-biriga ijodiy va hayotiy yo'lda faol bo'lib kelmoqda. Ubaydullo Omon va Nilufar Sherova. Aktyor va rejissyor O'zbekiston xalq artisti Ubaydullo Omon 2021-yilda 73 yoshida 44 yoshli Nilufar Sherovaga uylangan. Nilufar Sherova ingliz tili o'qituvchisi hisoblanadi. Aktyorning birinchi rafiqasi 2018-yilda vafot etgan. Ubaydullo Omonning avvalgi nikohidan 2 nafar qizi bor. Bu nikoh ham yosh tafovut sabab jamoatchilikda muhokama qilingan. Munisa Rizayeva va Arseniy Moroz. Xonanda Munisa Rizayeva 2023-yil 7-sentyabr kuni belarusiyalik Arseniy Moroz bilan turmush qurgan. Arseniy Munisadan 7 yosh kichik. Xonanda bu qarorni qabul qilishdan oldin ancha ikkilanib yurganini ochiq aytgan. Hozirda juftlikning bir nafar farzandi bor. So'nggi paytlarda ular Dubayda yashab kelmoqda va oilaviy hayotlarini ijtimoiy tarmoqlarda ham namoyish etib borishmoqda. Feruza Normatova va Olloyor Abdushukurov. Aktrisa Feruza Normatova o'zidan 13 yosh kichik MMA jangchisi Olloyor Abdushukurovga 2025-yil 15-oktyabr kuni turmushga chiqqan. Ularning nikohi ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'lgan. Feruzaning aytishicha, Olloyor qiyin paytlarda uni himoya qilgani sababli unga ishonch bildirgan. Yorqinxo'ja Umarov va Zinnura Nazarbekova. Xonanda Yorqinxo'ja Umarov Ozodbek Nazarbekovning qizi Zinnura Nazarbekovaga uylangan. Ular o'rtasidagi yosh farqi 14 yilni tashkil etadi. To'y 2023-yil 19-sentyabrda bo'lib o'tgan. Yorqinxo'janing onasining aytishicha, yoshlar to'ygacha uchrashmagan, faqat yozishib muloqot qilgan. Hozirda ularning bir nafar o'g'il farzandi bor. Shukrullo Isroilov va Maqsudaxon Isroilova. Qiziqchi Shukrullo Isroilov ayoli Maqsudaxon Isroilovadan 10 yosh kichik. Juftlikning turmush qurganiga 36 yil bo'lgan. Shukrullo Isroilov intervyularida rafiqasini jamoat transportida ko'rib yoqtirib qolganini aytgan. Maqsudaxon Isroilova ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadi va hozirda oliy ta'lim muassasasida dars beradi. Gulchehra Eshonqulova va Sharof Sharofov. San'at faoliyatini yakunlagan Gulchehra Eshonqulova turmush o'rtog'i Sharof Sharopovdan 13 yosh katta. Ular 2015-yilda oila qurgan. Gulchehra 1981-yilda, Sharof esa 1984-yilda tug'ilgan. Hozirda juftlik AQShda istiqomat qiladi. Ularning 2 nafar farzandi bor. Bu nikoh ham o'z vaqtida keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Shohruxxon va Asal Shodiyeva. Aktrisa Asal Shodiyeva turmush o'rtog'i Shohruxxondan 7 yosh kichik. Asal 1992-yilda, Shohruxxon esa 1985-yilda tug'ilgan. Ular 2016-yil 30-may kuni nikohdan o'tgan. Hozirda juftlik 2 nafar o'g'il farzandni tarbiyalab kelmoqda. Ular yosh farqini muammo emas, balki oddiy holat sifatida qabul qilishlarini aytib keladi. Zarina Nizomiddinova va turmush o'rtog'i. Aktrisa Zarina Nizomiddinova o'zidan 12 yosh katta inson bilan oila qurgan. U hozirda 37 yoshda, turmush o'rtog'i esa 49 yoshda. Bir necha yildan buyon Moskvada yashab kelayotgan juftlik 2 nafar o'g'il farzand tarbiyasi bilan band. Zarina yosh farqini yashirmaydi va buni hayotiy muammo deb hisoblamaydi. Ushbu videodan ko'proq odamlar xabardor bo'lishi uchun videoga like bosib, barcha tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.